biz aylana uzunligini hisoblab ko'ramiz. Aylana uzunligi L teng 2R formulasi orqali topiladi. Ya'ni mana shu aylananing uzunligini topishimiz kerak. Buning uchun aylananing uzunligini topishdan oldin biz aylananing parametrik tenglamasini so'raymiz. Aylananing parametrik tenglamasi qanday shaklda? X barobar R cosinus v, y barobar R sinus v shaklida yoziladi. Bu aylananing parametrik tenglamasi. Xo'sh, aylana uzunligi L teng 2R formulasi orqali topiladi. P bu yerda taqriban 3.14 ga teng. 3.14 sigmaga teng. Va R aylananing radiusi bo'ladi. Xo'p, endi bu aylanani hisoblashimiz uchun, aylana uzunligini topishimiz uchun bu aylana 4 dan 1 qismini uzunligini topa olamiz. 4 dan 1 qismi degan mana shu joyini uzunligini topa olamiz. Mana shu aylana uzunligini topsak, 4 ga ko'paytirsam umumiy aylananing uzunligi chiqadi. Buning uchun biz aylana uzunligini hisoblashda, masalan 4 dan 1 qismi bo'ladigan bo'lsa, masalan L A deb yozsak, masalan to'liq Ldan ajralib turuvchi L A deb yozyapman, ya'ni 4 dan 1 qismini topyapman. Buning uchun biz aniq integraldan foydalanamiz. Aniq integral. Masalan, bunisini phi1, bunisini phi2 deydigan bo'lsam, x shtrixning kvadrati phi bo'yicha plus y shtrixning kvadrati phi bo'yicha. Ya'ni shtrix degani hosila olingan, masalan, d u bo'yicha olinadi. Bu yerda phi1 o'zgaradi 0, phi2 o'zgaradi pi taqsim 2. Ya'ni 0 dan pi taqsim 2 gacha. 0 dan pi taqsim 2, 90 gradusgacha bo'lsa deyiladi. Hop, birdan yozib ketsam bo'ladi, masalan 0 dan 90 gradus deb. 90 gradus. Hop, pi taqsim 2 desam, xato bo'lmaydi. Hop, x shtrixning kvadrati degan mana buni hosila olamiz. Buni hosila oladigan bo'lsak, agar ko'paytirgan kosinus v dan hosila minus sinus v. Kvadrat ko'taradigan bo'lsak, r kvadrat sinus kvadrat phi bo'ladi. Plus y shtrixning kvadrati, y shtrixdan r dan y dan hosila oladigan bo'lsak, r cosinus v. Kvadrat ko'taradigan bo'lsak, r kvadrat cosinus kvadrat phi ga teng. Du teng. Xo'sh, bu yerda 0 dan pi taqsim 2 gacha, 0 dan pi taqsim 2 gacha, mana bu yerda r kvadrat tashqariga chiqaradigan bo'lsam, ichkarida qoladi sinus kvadrat phi plus cosinus kvadrat phi. Du teng. Xo'p, oldin narsani bilan hisoblagandik. Sinus kvadrat alfa plus cosinus kvadrat alfa trigonometrik aylanlarda 1 ga teng degan. R kvadratni 1 ga ko'paytirsam, r kvadrat o'zi chiqadi va kvadratdan idish chiqarish natijasida r ifoda chiqadi. Va 0 dan pi taqsim 2 gacha. Va du. Endi r bu yerda oddiy son bo'lgani uchun bundan integral olganimizda, ya'ni boshlang'ich olganimizda r u bo'ladi va 0 dan pi taqsim 2 gacha. Hop, endi uni o'rniga bir marta pi taqsim 2 ni qo'yaman. R ko'paytirilgan pi taqsim 2. Qayerda tashlayman? R bilan uni o'rniga 0 qo'yaman. R ko'paygan 0. Natijada mana bu ifoda 0 ketadi. Bu yoqda esa pi r taqsim 2 ifoda chiqadi. Endi aylananing to'liq uzunligini topishimiz uchun mana 4 dan 1 qismini topdik. Pi r taqsim 2 ga. Endi aylananing umumiy uzunligini topishimiz uchun bu 4 ga ko'paytiramiz. 4 ko'paygan mana bu ko'paytiradigan bo'lsa, formulasi hisoblanadi. Ya'ni pi r taqsim 2. 4 bilan 2 qisqarish natijasida 2 pi r degan ifodaga chiqadi. Bu degani umumiy aylananing uzunligi 2 pi r. Ya'ni formulasi hisoblanadi.